Hozir bu mashinada оборотli o'ynab ketyapti, baland bo'lib ketyapti. Xalasda o'tga, chuchorlarga to'kli kelmayotgan ekan. Bizdan oldin bir 3-4 ta kompyuterchiga olib kirganlar. Ko'pchilik kompyuterdan emas, simdan deb aytibdi. Hozir simlarni ochib qilamiz, xudo xolisa. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Ichlari ham yaxshi emas. Hammasi ochib tartib etgan teylarni sochib, chiroyli qilib beramiz. Simlarni ponni full variantda to'g'irlab beramiz. Lada mashinani olib qo'yganmiz. Mana stiker podiyomliklar ishlamayapti, senter zamonlari yaxshi ishlamayapti. Buni ham to'g'irlab, mana shu holatlarni ko'rib olaylik. Bitta holatlarni qo'yib yuboramiz. Mana makon yatsaklar, shu ponni yechamiz simlarini mana. Mana shu holatda mashinamiz mana. Bundan ko'rib olaylik, mana shu holatini bitta boramiz, xudo xolisa. Ponni kompyuter simlaringizni yechib oldik. Mana bitta aksiyani berib yotibdi bir ikkita joylari. Ochib qilamiz mana. Makon yatsaklaringizni ham ponni chochib tashladik mana hammasini. Ishlar bo'lyapti, xudo xolisa. Videolarni kuzatib boring, qilinayotgan ishlar hammasini qo'yib boramiz. Holatini ham ko'rib oling, bitgan holatlarni hammasini chochib tashlaganmiz ichidan. Mana qilib ketgan alishtiramiz sizlarni mana. Ketgan shtekerlar boshqa qo'yilyapti mana. Yig'ilyapti, ishlar bo'lyapti mana, xudo xolisa. Keyin ham bitta simlar shu joylari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Kompyuter simlarni tayyorlab oldik. Mana hammasini ketgan simlarni alishtirib, zavod holatida yig'ib qo'ydik mana. Xudo xolisa shu mashinaga olib o'rnatamiz. Mana eskilari simlari. Buni olib chiqib mashinamizga o'rnatamiz mana kompyuterlarimizni, simlarini. Mo'yka xizmatlarimiz bor. Tekinga yuvib beramiz. Faqat bizda ponni full variantda remont qildirsanglar, kekinga motoringdan ponni full variantda yuvib beramiz. Bo'ldi, mashina zavod bo'ldi, ventilatorlarga ishlayapti. Endi bitta kompyuterga soldirib olsalar bo'ldi. Oldingi holati bilan hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin mana. Ishlarni hammasini tozalab, ketgan simlarni alishtirib, ponni full variant elektr oborotdan bir sidra qarab berdik. Mashinamiz tayyor, xudo xolisa. Sizlarga shunaqa xizmat qilsa, aytasizlar, akkuratni sifatli elektr montajini ponni full variant ishlab beramiz. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib ko'ringlar.